Sizlarga men qanaqa qilib kreativdan jonliga o'tib olishni o'rgataman. Birinchi o'chirtda o'zingizlarga kerak narsalarni qurib olasizlar. Menga mana shu prostakka tushuntirish uchun qo'yapman. Qurib olib, musulmonga topib oldim. Shunda hamma aytyapti menga qanaqa qilib kreativda jonli qilib olishni o'rgating deb. Shunaqa qilamiz. O'zingizlar xohlagan narsalarni qurib olasizlar. Keyin chiqib turamiz bundan. O'yindan chiqib chiqqandan keyin shu serverda shu o'ynayotgan serverlarni mana qalam chizayotgan qalam bor-ku, shu turgan anaqani ustiga bitta bosamiz. Mana bu qalam ustiga bosamiz. Keyin bosganimizdan keyin mana bu yerda vijimaniya, keyin bunda qaranglar. Mana bu yerda vijimaniya turibdi. Mana bu qilish qilib turibdi. Mana buni ustiga vijimaniyani ustiga bosib qo'yamiz. Keyin nazarni bosib, yana shu anaqalarga kirsanglar jonli bo'lib qolamiz. Короче, bu video kimga yoqqan bo'lsa, kanalimga like va uni bosishni unutmanglar. Hammaga xayr, videomiz uzun qolsa ketdi. Keyin videoda nima video olishimni kommentariyada yozib ketinglar. Hammaga xayr, пока.